Siz kompyuter olamiga qiziqasizmi? Yoki undagi funksiyalarni o'rganishga qiziqasizmi? Unda ushbu formulalarni o'rganing va kelajakda yaxshigina daromad beradigan ishga joylashish uchun bir manfaat bo'ladi. Bugungi formulamiz sum если много formulasi. Ushbu formula avvalo sizni qiladigan ishingiz proverka dandiq ochib olasiz. Talabalarga bularni berasiz, kitob turiga buni berasizda va bu yerga formulani kiritamiz. Teng sum desak, sum если много namoyon bo'ladi. Ochib olib fx ga diapazon summirovaniyaga qiymatlanadigan diapazonga olingan kitoblar sonini berib, diapazon условия 1 ga esa talabalarni kiritamiz. Условия 1 ga proverka dandiqni birinchisini kiritib, diapazon условия 2 ga kitob turini kiritamiz. Условия 2 ga esa ikkinchi proverka dandiqni kiritamiz. Qarabsizki, qulayligi va natijasi. Ali badiiy kitobdan 3 ta olgan ekan, Umida badiiy kitobdan 4 ta olgan ekan. Qisqasi, sum если много formulasi bu yerda sanoq условия qancha bo'lishidan qat'iy nazar chiqarib beradi.